Hozir kofeni olib o'zimga odam bashara qilmoqchiman. Shu yoshga kirib уже такой o'zimga relax bo'lib qolganman, chunki erim bor, yaxshi ko'radi, menga hamma narsani yengillashtirib bergan sari Self-esteem juda baland deb o'ylayman. Потому что без макияжа и без ничего men mana shunaqa ham o'zimni zo'r his qilaman. Ну, как бы. Ну, потом keyin mayli bir xilda keyin особенно o'zbekski mana shunaqa hozir qo'yayotgan qizlarni sal ko'rdimda, research qilib, o'zi internetda unaqa ko'p o'tirmasdim. Internetda kamdan kam o'tiraman. Chunki ishim ko'p, vaqt yo'q. Men o'ylardim, hani biziman bolasiz bo'lgan paytlarimda. Уже bolali bo'lgandan keyin уже как бы это уже bu, кстати, Rosemary o'zimga mana shunaqa idishga buni Akiyadan olganman bir yil. Tam o'zbekski tam blogerlarni ko'rib, ideyalar olishga endi hozir o'zim. Men anaqam kirib ketdi pastga, anxiety qatdan turib kelib qoldi. Menda anxiety juda ham kam bo'ladi, такой nimada anaqam. Har xil anaqalarda потом o'yladim. Блин, juda ko'p vaqt o'tkazolma bu Instagram anaqasida. Мне надо просто post какая есть, you know, не надо мне boshqalarni ko'rib, там nimada har xil kiyimlar zo'r anaqalarda, you know. И menga unaqacha bir xilda misol uchun kiyim ham kerak emasda, unaqacha ko'p qayerga boraman. Unaqa kimga ko'rsataman misol uchun-da, и удобный, такой yaxshi качественный bo'lsa, siz menga удобный bo'lsa bo'ldi-da. Hamma narsam bor. Kiyim ham olganman, pulim ham bor, olaman. Samno nету такого интереса unaqa kiyim olishga. O'sha pullarimni undan ko'rasiz, yana bitta uy oling, yana arendaga bering uni. Mayda boshqa investitsiyalarga qo'ying, misol uchun stavka oling. Mana shunaqa menda fikrlar bo'lib qolgan, o'tirmaydi. Finansiy qanchalik tepaga chiqa olaman, как бы million emas, billionlar darajasida-da, как бы men как бы в начале миллионов, но я хочу еще больше-da, как бы. O'shanga unaqacha qaramayman, lekin Instagramga kirib sal anaqa mayda, I start to notice certain o'zimni his qilmagan, что надо за собой ухаживать. Why not? Я могу. Просто ozgincha qarorishim kerak. Слишком anaqa qilmaslikka. Misol uchun hozir chochim to'kilyapti. O'zi qarayman, no, как бы не такой уровень-da, no, o'zimnikini qo'yaveraman. Borimcha, chunki o'zim qo'yishga какая есть dedim. Mana shunaqa yaxshilab qo'llab olaman bu yog'ini. Yaxshilab massaj qilaman. Mana shunaqa keyin yaqinda botoks qildim-da, botoks qilganim ham bo'lmadi. Umuman menga emas ekan. Chunki anaqa volume qo'yishim kerak. Я каждый день хочу ставить нормальный anaqalar, как бы o'zimni hayotim bo'yicha kimman sizligimdan anaqashgan. Qanaqadir balansam bo'lishi kerak bo'ladi. Hamma narsani qo'yavermayman. O'rganolmay editinglarni juda qiyin ekan. Oson emas ekan. O'zimcha o'yladim, shuni olib qo'yaman, все, как бы anaqa bo'ladi. Надо creativity, yani o'zingizdan chiqarishingiz kerak, boshqa joylaringizni ko'rmagan joylaringiz ochilar ekan. Keyin ko'p o'zingizni question qilaman, o'zim qarab, videom yoqmayapti o'zimga-da. Ko'p anaqalarda katta blogerlar, tam amerikanskiy boshqa tilda gapiradiganlar ham ko'plar aytgan. Stavka qo'yavergan. Qanaqa keyin o'rganasan, sekin o'sha skill chiqadi. Sekin o'rganiladi. Hammasi sekin-sekinlik bilan, главное не сдаваться, главное harakat qilish. Keyin nimaga meni blogerlikka hozir zачем men hozir shuncha narsang bo'lsa, nimaga blogerlik qilsan deb hamma hozir so'rashi mumkin. Chunki hozir bu kelajak. Nimaga? Why not? Yani misol uchun o'zimni disiplina qilib mana shunaqa videolar qilsam, kimgadir foydam tegadigan, o'zim ham bunda o'ssam misol uchun-da, why not? Это kelajak. Hozir kelajakda hozir shunaqa biz общаться qiladigan bo'lamiz. Hech kim hozir mayda o'rtoqlar bilan borib ko'rishib anaqa qiladigan joy yo'q, boshqalar bilan kommunikatsiya qiladigan joy yo'q. Hozir oldingi zamonda edi bu kabi rezyume, даже rezyumelar ham ketyapti, tushunasizlarmi? Kimsa Instagramini ochib ko'rsat, kimligini ko'rib, nechta following bo'lganini ko'rib, keyin odamlar mayda opportunitylar ochilyapti hozir hayotda-da. O'shanga ham men ham o'zimga hozir qanaqadir progress qilmoqchiman, chunki bu o'zim uchun emas, balki kelajak bolalarim uchun. Keyin anaqa ham bo'ldi, misol uchun balans. Voy, bilin, privacy, bolalarni AI anaqa, lekin privacy yo'q bizda. Olib qarasangiz, hamma yoqda kamera bor, hamma yoqda misol uchun kerak bo'lsa topib oladi anaqa fake qilish uchun. O'shaning uchun qo'rqish kerak emas, ozgincha harakat qilish kerak, qanaqadir balans qilib mana shunaqa videolar qilib sekin biz ham mayda progressga qilishga harakat qilaman. Why not? Я хотела уже necha yil oldin hech anaqam kelmayotdi, chunki bolalarim yosh, там вот это решила, хочу сделать, не сдаюсь. И sizlar agar men videolarimni yoqayotgan bo'lsa, buni bo'ling, like bosinglar, chunki juda ham menga sizlar keraksizlar, meni podдержка qilinglar. Men xursand bo'laman. Keyingi videolargacha.